Qo'riqlash bo'linmalari tomonidan o'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, oldi olingan jinoyatlar va huquqbuzarlik, shuningdek boshqa voqea va natijalar bilan efirda qo'riqlash haftanomasi. Assalomu alaykum. Aholi bilan ochiq va samarali muloqotni yo'lga qo'yish, fuqarolarning dardu tashvishlarini o'z vaqtida eshitish hamda ularga amaliy yechim topish maqsadida hududiy qo'riqlash xizmatlari rahbarlarining shaxsiy qabullari tashkil etildi. Qabullar davomida tizim faoliyatlarining turli yo'nalishlariga oid murojaatlar ko'rib chiqildi. 3000 yillik shonli tarix izidan kuch olgan ma'naviyat, qo'riqlash departamenti xodimlarining tarixiy bilimlari hamda ma'naviy dunyo qarashini kengaytirish maqsadida Islom sivilizatsiya markaziga sayohat tashkil etildi. Tashrif davomida xodimlar islom ilm-fani va sivilizatsiyasining yuksalish bosqichlarini aks etuvchi tarixiy bilimlar, qadimiy qo'lyozmalar va arxeologik topilmalar hamda O'zbekistonning rivojlanishi renessansi bilan yaqindan tanishdilar. Andijon viloyatida ta'lim muassasalari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan xavfsiz bilim maskani mavzusida keng qamrovli o'quv seminarlari tashkil etildi. Seminar davomida ta'lim muassasalarida xavfsiz muhitni shakllantirish, o'quvchilar va pedagog xodimlarning hayoti hamda sog'lig'ini ishonchli muhofaza qilish, kirish-chiqish nazoratini kuchaytirish, qo'riqlash xizmati faoliyatini samaradorligini oshirish borasida aniq vazifalar belgilandi. Yoshlar kuni munosabati bilan hududiy qo'riqlash xizmatlari rahbarlari ishtirokida keng qamrovli uchrashuvlar tashkil etildi. Tadbirlarda yoshlar bilan ochiq va samimiy muloqotlar tashkil etilib, ularning qiynab kelayotgan muammolariga yechimlar berildi. Turli xil sport bellashuvlari va musobaqalar tashkil etilib, faollarga qo'riqlash xizmati esdalik sovg'alari topshirildi. Jizzax viloyati Zomin tumani dam olish maskaniga sayohat uchun kelgan fuqarolarning 3 yoshli farzandi e'tiborsizlik natijasida balandlikdan yiqilib tushib hushidan ketgan. Ota-ona va atrofdagilar sarosimaga tushgan vaqtda hududga xizmat ko'rsatuvchi qo'riqlash xizmati xodimlari professional harakatlar bilan bolaning hayotini saqlab qolishgan. Mahallalarda jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda fuqarolarga qo'riqlash xizmati turlari afzalliklarini yetkazish maqsadida aholi gavjum joylarda keng qamrovli targ'ibot va profilaktik tadbirlar respublikamizning barcha hududlari bo'ylab davom etilmoqda. Siz ham qo'riqlash xizmati turlari va imkoniyatlaridan foydalanishni istasangiz 1131 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.